Xo'p, botimiz qanaqa bot bo'ladi? Biz bugun Wikipedia bot yasaymiz. Wikipedia botimiz qanaqa yasaymiz? Wikipedia botimizni yasash uchun avval Telegramga kirib, shundoq bot faza degan joyga kirib, yangi bot yasab olamiz. Mana bizada bu yoqda new bot komandasini bersak, yangi bot nomini tanlang deydi. Biz mana Wikipedia bot deb tanladik. Hop, bunga username bering deydi. Mana Wikipedia tanto nf bot deb username berdik va botingiz tayyor degan xabar oldik. Hop, mana endi biz bot yasashimiz uchun nimalardan foydalanamiz? Ya'ni qanaqa dasturlash tili yoki muhitidan foydalanamiz? Biz bot yasashimiz uchun albatta Python dasturlash tilidan foydalanamiz. Men hozir Pythonni o'zim kompyuterimda o'rnatganim uchun Python bor yoki yo'qligini terminal orqali tekshirib ko'ramiz. Ya'ni mana ko'rib turganlaringizdek Python 3.11 versiyasi bor. Xo'p, sizlar buni o'rnata olishlaringiz uchun xohlagan internet brauzerdan python.org dan yoki umuman Chromedan yoki brauzerdan Python deb yozsangizlar, o'zi download papkasini ko'rsatadi. Download qilib olib yuklab olsangizlar bo'ldi. Hech qanday muammosi yo'q. Xo'p, mana endi qaysi dasturlash muhitida yozamiz buni? Bizda eng kerak bo'ladigan dasturlash muhitlardan biri bu PyCharm dasturlash muhiti. Ko'rib turganlaringizdek, men bu yoqda mana Wikipedia uchun alohida papka yasab olganman. Xo'p, biza mana endi Wikipedia botimiz yana nimalardan foydalanadi? Ya'ni Wikipediadagi ma'lumotlarni bizga qanday topib beradi degan savollar tug'ilishi mumkin sizlarda. Xo'p, bu kutubxonalarni chaqirish uchun biz albatta terminaldan foydalanamiz. Ya'ni terminalimizga pipeenv hamda iogram kutubxonalarini o'rnatamiz. Hozir menda pipeenv hamda iogram kutubxonalari o'rnatilganligi uchun umuman o'rnatilgan kutubxonalarni ko'rsataman. Xo'p, mana bu yoqda mana shu o'rnatilgan kutubxona bor. Pipeenv bu dasturimiz uchun alohida muhit bo'lganligi uchun mana shu paketlarni, iogram paketini, iogram kutubxonasini, boshqa Wikipedialarni bitta kutubxonada jamlaydi, ya'ni bitta paketda jamlaydi. Xo'p, biz avval Wikipedia botimizga kirib olamiz. Wikipedia botimiz turgan papkaga kirib olamiz. Xo'p, mana kirib oldik. Xo'p, biz mana shu yerdan pipeenv install iogram deb yozamiz. Hozir bizda iogram uстановка qilingan, lekin yana uстановка qilsak, mana o'zi ko'rganlaringizdek installation success deb yoziladi. Ya'ni siz allaqachon uстановка qilib bo'lgansiz degan ma'noda chiqadi. Xo'p, biz o'zi iogram degan narsani boyadan beri gapiryapmiz. Iogram o'zi nimaligi haqida tushuncha berib ketsak, iogram bu telegram.org ustiga qurilgan, ya'ni yangilanib turadigan veb-sayt yoki ma'lumotlar to'plami desak ham bo'ladi. Ma'lumotlar bazasiga o'xshagan narsa. Faqat bunda ma'lumotlar ochiqchasiga ko'rinadi, ko'rsatiladi. Masalan, mana bu yoqda pipeenvni qanday o'rnatish, undan qanday foydalanish haqida buyruqlar bor. Keyin mana bu yoqda quick start bo'limi bor. Ya'ni biz bot yoki shunaqa narsa yasamoqchi bo'lsak, mana shu yerdan quick start bo'limidan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, mana bu yoqda boshqa Telegram, mana dispetcherlar haqida, Unitieslar haqida ma'lumotlar anchagina topsak bo'ladi. Biz hozir bulardan foydalanib o'tmaymiz. To'g'ridan-to'g'ri quick start bo'limidan foydalanamiz. Ya'ni mana shu yoqdagi birinchi botdan biri, ya'ni EcoBotdan foydalanamiz. Ya'ni EcoBotda tayyor shablondan foydalanamiz. Hozir PyCharm nuqtaga kirib olib, mana bu yoqda yangi fayl ochamiz. Python fayl. Faylimiz nomini Wikipedia bot deb nomlaymiz. Xo'p, mana shu yoqda EcoBotimizni faylini joyladik. Xo'p, mana endi mana bu yoqda bot token degan joyi bor. Bot tokenni boyagi botimizni bergan token
nusxasini olamiz va keltirib mana shu yerga bot tokenimizni qo'ydik. Bot tokenimizni qo'ygandan keyin bu ekobot. Ekobot o'zi vazifasi nimada? Ekobot biz yozgan matnni, ya'ni bizga qaytarish vazifasi. Hozir bu botimizni bitta ram berib ko'rsak, hop. Bir qancha kamchiliklar chiqdi. Demak, shoshmaymiz hozir. Demak, tokenimiz xato ekan. Hop, mana endi ram beramiz. Mana. Hop, botimiz ishlay boshladi. Mana bu yerdan endi o'zimiz botimizni topamiz. Wikipedia bot deb. Wikipedia botimizga kirdik. Hop, mana bu yerdan start butoniga o'tamiz. Hop, mana bu yerda yozgan mana hi ekobot powered by Ayogadan. Hop, biz bu botimiz hozir biz yozgan matnni o'zimizga shunchaki qaytaradi. Ya'ni mana salom deb yozsak, salom deb qaytaradi. Nima gap deb yozsak, nima gap deb qaytarib turibdi. Mana ko'rganlaringizdek. Hop, mana endi biz aytganimizdek Wikipediadan foydalanamiz dedik. Wikipediada ya'ni biz yozgan matnni Wikipediadan bizga qaytarib beradi dedik. Hop, buni qanday amalga oshiramiz? Biz yana terminalga murojaat qilamiz. Yana bu yerdan Wikipedia kutubxonasini o'rnatib olamiz. pip-env install pip-env install Wikipedia. Hop, mana Wikipediani stavka qilyapti. Stavka qilib bo'ldi mana. Sizlarda boshqacha chiqishi mumkin, chunki men avvaldan stavka qilganman. Ya'ni u avvaldan sizlar bor deb aytdi. Yozdi. Hop, mana endi paypay.org ga kirib ko'ramiz. Ya'ni bu yerda Wikipediadan qanday foydalanishligini haqida mana ma'lumotlar ko'rsatib qo'ygan. Hop, bu yerda pipe install Wikipedia deb qo'ygan, lekin biz hozir pipe-env kutubxonasini ichiga o'rnatayotganimiz uchun, ya'ni fayllarimizni pipe-env kutubxonasini ichiga o'rnatayotganimiz uchun pipe-env install Wikipediadan foydalanamiz. Hop, biz mana bu yerda mana import Wikipedia, mana summary Wikipedia, ya'ni o'zini bir qancha buyruqlar ketma-ketligi, shablonlari bor. Biz mana shundan foydalanib olamiz. Hop. Kelamiz botimizga kirib, mana shu yerdan bitta yangi fayl ochib olaylik. Python fayl, ya'ni Wikipedia test fayl, ya'ni Wikipedia test fayl. Biz mana shu yerdan Wikipedia test fayldan foydalanib kutubxonamiz, ya'ni biz o'rnatgan kutubxona ishlayaptimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Ya'ni bu yerda birinchi bo'lib Wikipediani import qilib olamiz. Wikipediani import qilib oldik. Hop, mana endi Wikipediamiz tilini o'zbekchaga o'zgartiramiz. Wikipedia set language uz. Mana. Hop, tilni o'zbekchaga o'zgartirib oldik. Hop, bizga yana endi biza kiritgan ma'lumotga qarab ma'lumot chiqarib berish kerak. Ya'ni bu yerda print Wikipedia, ya'ni biz search qilganimizda search aytaylik, masalan Buxoro degan ma'lumotni search qilganimizda bizga Buxoroga oid ma'lumotlar chiqarib berish kerak. Hop, mana endi buni qanday chiqaradi? Buni print Wikipedianing ichidan, ya'ni biz yozgan matnga qarab summary funksiyasi orqali Buxoroga tegishli ma'lumotlarni chiqarib beradi. Hozir bu yerda print Wikipedia
ch buxoro deb yozsak ham chiqarar edi. Hozir summary degan funksiyasi bu qo'shimcha ma'lumotlarni qo'shib chiqaradigan funksiya. Hozir biz ham birdaniga ikkala funksiyani ham ishlatib oldik. Ikkala funksiyani ham chiqaradigan qildik. Xo'p, mana endi bittadan berib ko'ramiz. Ishlatib ko'ramiz. Xo'p, mana Wikipedia test bot deb. Xo'p, mana Buxoromizni, ya'ni Buxoro kiritgan biz Buxoro matniga oid ma'lumotlarni chiqarib berdi. Xo'p, mana endi botimiz o'ziga qaytsak, mana bu yerda aytib o'tganimizdek, botimiz dispatcher, executor and typeslardan tashkil topgan. Dispatcher bu bizada yozgan ma'lumoti, tekst ko'rinishidagi ma'lumotni qayta ishlab, executorlar orqali bizga qaytarish. Executor vazifasi ma'lum bir funksiyani bajarish. Ya'ni bizga bergan buyruqqa asoslanib yangi funksiyani joriy qilish, amalga oshirish, tatbiq qilish funksiyasini bajaradi. Xo'p, mana bu yerda o'zi bu kodimiz Ecobot, ya'ni Ecobot oddiygina Ecobot kod edi. Biz hozir buni sendwichiga o'zgartiramiz. Xo'p, biza mana endi aytganimizdek, mana shu qismi kerak emas bizga. Ya'ni biz hozir bu yerdan try exit shartlarini kiritamiz. Try exit shartlari qanaqa? Ya'ni biz qanaqadir tekst kiritsak, shuni biz kiritgan tekstni, agar biz kiritgan tekstga oid ma'lumot bo'lsa Wikipediada, aynan Wikipediadan o'sha matnga oid ma'lumot qaytaradi. Agar bo'lmasa, exit, ya'ni bo'lmasa, bunday mavzuga oid maqola topilmadi yoki error degan ma'lumot chiqarib beradi. Xo'p, biz try funksiyasini yozib boshlaymiz. Respond Wikipedia. Yana bu yerdan summary funksiyasidan foydalanamiz. Message text. Xo'p, mana endi await funksiyasini kiritamiz. Await degani nima o'zi? Bu ma'lum foydalanuvchi xabar bo'lgandan keyin ma'lum vaqtgacha kutib turishini bildiradi. Ya'ni agar ma'lumotni Wikipediadan qidirib topguncha ketgan vaqtni kutib turadi. Shu vaqt oralig'ida. Respond. Hop, mana bu yerdan endi exit. Ma'lumot qidirib ko'radi. Agar topmasa mana shu yerda bitta ma'lumotni shart kiritib ketsak bo'ladi. Ya'ni bu mavzuga oid maqola topilmadi degan shart kiritib ketadi. Hop, biz mana bu yerda botimizni ishga tushirganimizda mana bu yozuv ko'rar edik. Hozir mana shuni o'zgartirib qo'yamiz. Salom, men Wikipedia botman. Ana. Hop, botimiz tayyor. Buni endi tekshirib ko'ramiz. Mana botimiz ishga tusha boshladi. Hop, biz endi Telegramga tekshirib ko'ramiz. Hop, mana endi mana bu yerdan boshqa start bosamiz. Mana endi qanaqadir matn yoki ma'lumot kiritib ko'ramiz. Masalan, Toshkent deylik. Mana Toshkentga oid ma'lumotlarni chiqarib berdi. Hop, mana endi aytaylik Buxoroga oid ma'lumotlarni chiqarib berdi mana. Xorazm. Mana Xorazmga tegishli ma'lumotlar chiqdi.
Ko'rib turganingizdek botimiz ishlayapti. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar.